hech qaysi ayol xohlamaydigan 3 ta g'alati noodatiy sovg'a. Birinchisi bu atir. Atirni hech kim qanday hid olayotganini hech kim oldindan bilmaydi. Shuning uchun sovg'a qilmaganingiz ma'qul. Chunki atirni hamma o'ziga yoqqanini tanlab oladi, hidlab. Ikkinchi sovg'a bu hozirgi kunda juda ham keng tarqalib ketgan bozorlardagi 50 ming so'mlik to'plamlar. Bu to'plamni hattoki buvingizga olsangiz ham yoqmaydi, chunki ularga ham undan ko'ra bitta yaxshigina namlantiradigan, oziqlantiradigan krem olganingiz ma'quldir. Uchinchi sovg'a bu siz ayollarga qanaqadir ajinlarga qarshi, sinuvga qarshi bo'lgan kremni sovg'a qilishingizdir. Bu eng katta xatodir. Sababi unga siz nam yo'qotgan bo'lasiz, xuddi sen qarayapsan degandek. Undan ko'ra ularga 30 yoshdan yuqorilarga oziqlantiruvchi kremlar yoki iforli tana uchun kremlar berganingiz ma'quldir. Bu eng zo'r tanlovdir. Biz har qanday budjet uchun juda ham ajoyib sovg'alar to'plamini tuzib qo'ydik. Agar sizga juda ham qiziq bo'lsa, bizga kommentariyada sovg'a so'zini yozib keting va biz sizga shu sovg'alar to'plamini yuborib beramiz. Yoki bizni Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. U yerda juda ham chiroyli to'plamlarni ko'rsatamiz.